Sevganligini videoga olib sizga ko'rsatib bera olaman. Ustoz shunday inson ekanki, o'zining farzandini yutuqlarini bir chetga suraganda, maktabdagi 25-30 bolasini yutug'idan 10 chandon quvona oladi. Ustoz shunday inson ekanki, farzandi betob bo'lsa, uning Samarqandga keladi. Va elchi maktubni ustozga berdi. Qarab, ta'zim qildi va so'ngra maktubni olib o'qidi. Atrofdagi elchilar hayron bo'ldi. Axir ustoz buni ko'rmayapti-ku. Bunday tabarruk qilganini, hatto bunday egilib salom berganini ko'rmayapti-ku. Shunda Imom Buxoriy aytdilar: "U mening ustozim. Meni ota-onam vujudim me'mori bo'lsa, u qalbim Imom Buxoriy bo'lib qolmasin." Maqola davom etdi. Hozir ustozlar haqidagi maqolalarni o'qiyman, eslab turing, davom ettirishga harakat qiling. Har ishning bir ustasi bor. Har ustozning bir ustozi. Juda ham yaxshi. Ustoz bilimli, shogird juda ham yaxshi. Usta bo'lsang, ustozingni ofarin. Ustozingga tik qarasang, to'sasan, hurmat qilsang, asta-asta o'zasan. Ofarin. Kimki o'z ustozini rozi qila olsagina, u ota-onasining roziligini olgan bo'ladi. Doskada men ustoz so'zini yozib qo'ydim. E'tiboringizni qarating, boshqa hech narsa yozmadim. Va bu so'zni nimaga qiyoslab qo'ydim deb o'ylaysiz? Men ko'rdim kimlardir bu rasmiy to'g'ri qarating. Qarang, baland ko'taringlar. Bu chizish, bu juda ham mahorat. Kim qanday chizsa ham juda ham yaxshi. Ofarin, yurakchalar, ustozga tabriklar. Chiroyli stikerlar, juda ham yaxshi. Mana bu doskadagi narsani men ko'ryapman, mushtari. Nima ekan bu? Quyosh ekan. Rahmat aziz do'stlar. Hozir oysiz bir daqiqa. G'ayratli ko'zimizni yummasak chiqmaydi. Tayyormizmi? Atrof nima? Qorong'i. Zim-ziyo. Eshitib turasiz meni fikrimni. Uyingizga kirdingiz. Eshikni ochsangiz, uyingizda hech kim yo'q. Birinchi kimni so'raymiz? Oyjon, qanisiz? Topdingizmi oyingizni? Yugurib boringda bag'riga qattiq quchoqlang. Quchoqlaringizmi? Issiq bag'rini qildingizmi? Endi onangizni peshonasidan o'ping-da, maktab sari yo'l oling. Maktabga keldingiz. Kelyapsiz maktabga? Quvonib, qo'lingizda sumkalar bilan kulib, zo'r kayfiyatda kirib keldingiz-da, ko'zingizni oching. Kim ko'rdingiz? Kim ustozingiz? Kimni ko'rgansiz? Kimni ko'rdingiz? Sana boramiz. Juda yaxshi. Yana kim? Ko'rgansiz kimnidir? Qaysi tomondangiz? Farq juda yaxshi ko'ryapsizmi? Yana kimni ko'rdi? Fayzlar. Ofarin. Rashidami? Fayzlar juda yaxshi. Yana kim? Rahmat. Ofarin. Birinchi ustozni ko'rib tashladik. Yana kim? Ko'rmagan ustozlaringiz. Hali kelishmagan ekan. Rahmat, mana shu kimnidir ko'rgan ustozni ko'rgan o'quvchilarga. Demak, ana o'sha ustozlar ularning qalbidan chuqur joy ola olgan. Ko'ryapsizmi? Hammangiz onangiz topib oldingiz, lekin ustozingiz topolmadingiz. Bu yomon. Chunki uyingizning quyoshi onangiz bo'lsa, maktabdagi quyoshingiz kim ekan? Ustozingiz. Ana o'sha ustozlar haqida prezidentimiz shunday fikr bildirgan. Kuni kecha BMT tashkilotining minbarida turib, ustozlarni eng yuksak martabaga ko'taraman deb ta'kidladilar. Bebahodir muallim. Ham zukko, ham donishu, ham dahosi muallim. Ilm izlamoq hikmat beshikdan qabrgacha bu olamning avvali intihosi muallim. O'lgunimcha ustozlar etagidan tutaman. Borligingiz bahriga borim sadqa etaman, balki umrim bitguncha mingta ash'or bitaman. Mening hamma she'rlarim sarlavhasi muallim. Gap kim haqida ekan? Ustozlar bor va ustozlarni hurmat qilgan jamiyat doimo yuksalaveradi. Birinchi ustozimiz kim edi? Maktabdagi Rohmat Mirzoqova ustoz.
hozir sizlarga videorolik tayyor bo'lgungacha ustozingiz bilan bo'lgan eng qiziqarli va bugun kechirim so'rash imkoniyati bor eng noqulay vaziyatlarni o'ylang. O'ylayapsizmi? Kim tayyor? Shuhratjon yuziga kulgi yugurdi. Ustozingiz bilan eng ta'sirli voqea yoki ko'nglingizni bir chekkasida xira bo'lib qolgan bugun aytish imkoniyati bor. Marhamat. Eng ta'sirli voqea chustga aylangan borganimizda uylab o'tirganlarimiz. Judayam yaxshi. Rahmat. Yana kim? Eng ta'sirli va eng esingizda qolarli va ko'nglingiz bir chekkasida voy, mana shuni qilmaganimda shunaqa bo'lardi degan narsa bor. Yoki ustozingiz sizga kerak bo'lsa onangizdan-da mehribonroq. Bekorga aytilmagan, ustoz otangdek ulug'. Boya aytgandek, ota-onalar bizning vujudimizni me'mori. Asila Mirzayeva, bilasizlarmi? Ustozlarga qanday yugurib bordilar ko'rib qo'ying. Bizga jon kuydirib darslarni o'rgatgan, keyin yomonlarimizni yashirib, yaxshilarimizni oshirgan ustozimiz siz bo'lasiz. Sağ bo'ling o'g'lim. Yana kimda fikr bor? Qani Bekmurod. Rahmat o'g'lim. Asadbek. Ustozimiz nima ish qilsa ham yashirish. Rahmat o'g'lim. Qaynasibek. O'zingni fikringga ayt, bola. Qani Dilshodbek. Ustozimiz yosh kunlarda, yomon kunlarda yonimizda turgan. Judayam yaxshi. Ular doim yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Qani Mushtarik. Siz bizga o'qishni o'rgatdingiz, barcha narsani o'rgatdingiz. Rahmat qizim. Qani Muxlisa qizim. Hammasi gapirgis kelyapti. Negadir tortinmang bolalar, yaxshi manda bezbek bo'lamiz-ku. Bilimni, ilmni o'rgatgan ustoz. Judayam yaxshi. Rahmat qizim. Qorong'u hurmatli kunimizda quyosh kabi yoritib bizga to'g'ri yo'l ko'rsatgan ustozimiz. Rahmat. Ozodbek. Bilmaganlarimizni o'rgatib turib, qaytadan o'rgatgan ustozimiz. Judayam yaxshi. Rahmat. Bahodirjon. Bizni ilmni bilimni qilgan ustoz. Judayam yaxshi. Rahmat. Marhamat ustoz. Avvalambor hammalarga assalomu alaykum. Hozir ham o'ylab kelyapti. Hammalar baxtlisizlar, chunki hammalarning ota-onanglar birinchi ustozinglar tirik va maktabdagi ustozinglar ham tirik. Bizni mana yoshimiz o'tdi, o'zimiz ham pensiyaga chiqdik. Birinchi ustozimiz ota-onalarimiz o'tib ketishgan. Maktabdagi ustozlarimiz hozir maktabda bor, lekin birinchisini topa olmayman. Sababi men Toshkentda o'qiganman va u ustozlarimiz ham o'tib ketgan. Sizlar baxtlisizlar. Har bir narsani qadriga yetishinglar kerak. Ota-onanglarning qadriga, ustozinglarning qadriga yetishinglar kerak. Hozir mana shu yerda o'tirib o'ylab o'tiribman. Mana shu bolalar hozir mana shu darsdan chiqqandan keyin umuman boshqacha fikr bilan yashashadi. Sababi mana ustoz, ota-ona nima ekanligini, yurtboshimizni mana yoshlarga berayotgan imkoniyatlar va yurtboshimizni ham ustozini oldida ta'zim qilib yurib borayotganlar agar yuragingizdan o'tkazayotgan bo'lsangiz, siz albatta bu narsani qadriga yetasiz.
va hozirgi dars tugagandan keyin tashqariga chiqqaningizda boshqa olam bilan yashaysiz. Har bir qadringizni, vaqtingizni qadriga yetishni bilasiz. Agar shundan to'g'ri xulosa chiqarib olgan bo'lsangiz, o'ylaymanki, mana shu sinfdagi bolalar hammasi kelajakda ustozlik kasbini egallashga harakat qiladi. Chunki dunyodagi barcha insonzotga birinchi bo'lib ustoz bilim beradi, tarbiya beradi ota-onadan keyin. Qolgani keyin o'sha institutlarda, boshqa joylarda o'qishlarda davom etadi. Mana shu fursatdan foydalanib, hammalaringga bolalarim uzoq umr, sog'lik, tinchlik tilayman. Ota-onalaringiz umri uzoq bo'lsin. Ustozlaringizni ilohim sog' salomat yurishsin. Kelajakda shu ustozlarni, ota-onalaringizni yuzini yerga qaratmaydigan farzand bo'lsangiz, biz demak mazaga erishgan bo'lamiz har biringlarga. Hozir hamma ko'zlarga bundoq qarasangiz, yig'langiz kelib turibdi. Boshqa qizlar ham, yigitlar ham, hatto yigitlar ham mana gapini ichidan chiqara olmayotganlar bor. Mana o'rtoqlaringizga, sinfdoshlaringizga, sinf rahbarlaringizga kerak bo'lsa mana rahbarlarga kirib ayting, dilingizni, fikringizni shunday o'tkazingki, yoshligingizni esdan chiqmasin. Ustozlarning haqiqatda ustozlik sharafini, ustozlik kasbini to'g'ri egallagan va boshqa kasbda tasavvur qila olmayman bu oyalaringizni. Chunki hamma darslar o'zgacha, bilimli, hamma bolalarga ta'sirchan, hatto kattalarni ham ko'zga yosh oladigan qilib dars o'tadi. Ustozlaringizni qadriga yetinglar o'quvchilar. Qadrlaysizlar. Sizga yaxshi rahmat. Mana bunday men mashaqqatli demayman bu kasbni. Doim mashaqqat degan so'zni olib tashlang. Sharafli va eng buyuk kasbni egasi ekanligingizni. Va mana buning ortidan bunday qora ko'zlar ustozim deb yugurib kelsa, shuni o'zi kifoya. Mahmud Alijon. Hozir bu darsda men ham mana maktab rahbarimiz gapirib o'tdilar. Juda yaxshi fikrlar aytdilar. Men tilardim hammalaringga aynan ustoz deganda o'qituvchi kasbini nazarda tutmayman. Chunki yoshligimda menga sportni o'rgatgan bir davlatda ishda ishlamagan bo'lsa ham sportni o'rgatgan inson bor edi, ustoz deb degan. Doim ko'rsam, assalomu alaykum ustoz deb turib oldiga borib so'rashaman. Nega? Chunki baquvvat bo'lib voyaga yetishimga shu inson sabab bo'lgan. Yoki bo'lmasam mashina minishni o'rgatgan rahmatli dadamni esladim, tog'alarimni esladim. Nima demoqchiman? Shunday inson bo'lingki, siz ham ustoz bo'ling. Qaysidir yo'nalishning ustasi bo'lingda, keyin sizning shogirdlaringiz bo'lsin. Ko'rganda ustozim deb oldingizga keladigan bo'lsin. Agarki jur'atingiz yetsa, mana ustozlar kabi kasbni egallashingizga ham, ya'ni sharafli kasb egallashlaringizga ham tilakdoshiman. Hammalarga rahmat, darslar. Rahmat. Hammalariga kattakon rahmat, ustoz sizga alohida rahmat. Darslarim juda mazza qildik, yaxshi dars bo'ldi. Ko'zlarimizni yumganimizda birinchi onajonim ko'rindi-da. Allohga shukr, hozir bo'ldilar. Birinchi ustozlar deganda maktabga kelganimizda ko'z oldimda ikkita ustoz ko'rinishdi. Birinchi ustozimiz Ahmedova Ominaoya. Bizga qalam, ruchka ishlardi, yozishni o'rgatganlar. Menda mana shu ustozlik kasbini egallashga qiziqish uyg'otganlar. Birinchi kelajakda kim bo'lasan desa, o'qituvchi demasdim, Ominaoya bo'laman derdi. Hozir keyin Ominaoyamiz yuqorisinga o'tganimizdan keyin matematikaga ko'proq qiziqish bo'lib, xotirjamlar ustozim bo'lganlar. Shu matematikaga ko'p shug'ullanib, matematika ustozi bo'lib yetishgan. Rahmat, sog' bo'ling. Omad sizga eng qiyin pallarda bo'ldi. Assalomu alaykum. Men mana shu sinfda o'qiyotgan o'quvchilarga barchasiga havasim keldi. Chunki esingizda bo'lsa, bizga darsga kirardingiz. Mana shu maktabda o'qiganman o'zim ham. 5-sinfda bizga ona tili adabiyotdan darsga kirganlar. Undan keyin 6-7-sinfga o'tganda boshqa o'qituvchiga almashtirib berishgan. Biz rosa yig'lab kirib bizga sinfimizga o'tdilar, lekin biz asli sizlar zo'rsizlar, aslisizlar. Sizlarga har qanday o'qituvchi kirsa, sizlar zo'r bo'lib ketaverasizlar deb bizga qo'yib berishmagan. Bu oilamizni rosa yig'lab iltimos qilsak ham qo'yib berishmagan. Lekin o'sha qo'yib berishmagan bo'lsa ham hozir ko'zimni yumganimda to'g'ri siz hayolimga keldingiz. Sağ olun. Omad.
borligimi o'zi men uchun bor. Men doimo ustoz deganda dadam Ibrohimjon Ibrohim doim aytadilar, bolam, o'qituvchi bo'lish oson. Lekin ustoz bo'lish va ustoz deb tan olish juda ham qiyin. 30 ta bolaga dars o'tasan, ikkitasi seni ustozim deb qabul qiladi. Qolganlar uchun o'qituvchi bo'lib qolaverasan. Balki 3 tadir, balki 4 tadir. Buni hayot ko'rsatadi. Hayotimiz davomida ko'ryapmiz. Shunday rivoyat yodimga keldi. Bir o'qituvchi olimdan Sirot ko'prigiga kelibdi. Savol javoblardan oldi. Sirot ko'prigi shunaqangi ingichka pastida jahannam o'qituvchini vujudini titroq bosibdi. Ko'zlarini yumibdi. Ey Alloh, o'qimagan namozlarim uchun kechir. Tutolmagan ro'zalarim uchun kechir. Men endi bu Sirot ko'prigidan qanday o'taman? Ey Alloh, jahannam meni kutyapti dedi-da, ko'zini yumibdi. Ey Xudo, endi men tamom bo'ldim deb ko'zini ochsa, tog'ning bu tomoniga Sirot ko'prigidan o'tib, jannat eshigida turganmish. Atrofi to'la shogirdlarmish. Shunda Allohdan vahiy keldi. Bu nesini oladi? Ey Alloh, axir men namoz o'qiy olmadim vaqtida. Mana bunday ishlarni qila olmadim. Haj umraga farzandlarimni ortib bora olmadim. Mana shuncha shogirding bor. Qo'llaringdan tutib olib o'tguvchi ilm nurlaring bor. 1 soatlik dars 1 kunlik ibodatga tengdir deb aytgan. Ana o'sha ustozlarimizga boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qiling. Sizning hayotingizda ustozingiz kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'qituvchi yoki boshqa kasb egasi bo'lsin, baribir o'qituvchingizdan hayotingizda o'rganasiz. So'zlashni, yurishni, kulishni, hatto ovqatlanishni, kiyim kiyishni, muomala qilishni. Demak, doimo eng namunali, eng zo'r farzandlar bo'lishingizni tilakdoshim. Uyga vazifa. Sevgan ustozingizga maktub yozing. Ko'nglingizdagi hamma izhorlaringizni. Mayli, balki ismingizni yozing. Menga berib, falon ustozimga yetkazing desangiz, men albatta yetkazaman. Va shu so'z bilan darsimni nihoyalamoqchiman. Ustoz yonib turgan sham bo'lsa go'yo, sabog'i tarakkay, ko'ngilga ziyo. Sham yonaverarkan, oxiri o'zini yettiga tarkan. Lekin atrofga nur, ziyo tarqaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Doim sog' salomat bo'ling. Sizlarni sog'-omon ko'rganimdan, mana shunday baxtiyor kunlarimdan yonimda birgaligingizdan boshim yerga ta'zim qilaman. Men uchun doimo sog' salomat bo'ling. Ustoz yaxshi topishib bilan ustozlarimizni kuzatishdi.